Namangan yana gullarga burkandi. Xabaringiz bor, 25-maydan Namangan shahrida an'anaviy 64-xalqaro gullar festivali boshlandi. Har yili minglab mehmonlarni bir joyga jamlaydigan bu festival bu yil ham o'zining go'zalligi, o'ziga xos ko'rgazmalari va g'aroyib gullar jozibasi bilan barchani hayratga solmoqda. Gullar festivali 25-maydan 29-iyungacha Namangan shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur istirohat bog'i hamda Afsonalar vodiysida bo'lib o'tadi. Gullar bayramida sizni noyob gullar kompozitsiyalari, jonli ijrodagi konsertlar, dekorativ san'at namoyishlari, ajoyib fotolavhalar uchun joylar, oilaviy hordiq uchun qulay muhit kutmoqda. Bu festival nafaqat ko'ngilochar tadbir, balki Namanganning madaniy va estetik qiyofasini dunyoga namoyon etuvchi katta voqea hisoblanadi. Ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan afzal. Marhamat, Namanganga yo'l oling. Gullar orasida bahor nafasini his eting. Biz sizni kutamiz.